Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, savolim ikki qismdan iborat. Birinchi qism O'rta Osiyo saroy mullalari qanchalik og'zini to'ldirib, biz diyorimizdagi musulmonlar 98% Maturidiy aqidasiga e'tiqod qilishadi degani bilan aksar musulmonlar Alloh osmonda deb e'tiqod qilishadi. Bu narsa ularni sof aqidada ekanligiga dalolat qiladimi? Savolning ikkinchi qismi, xo'p, O'rta Osiyo musulmonlari sof aqidada bo'lishsa, pirim qo'llasin yoki ruhlar madadkor bo'lsin degan botil aqida qayerdan kirib qolgan? Qanday qilib shu ikki bir-biriga qarama-qarshi narsa jamlanib qolishi mumkin debdilar. Birinchidan, men doim aytaman, saroy mullalikni Moturudiylik yoki Hanafiylikka bog'lamanglar. Bu to'g'ri emas. Ya'ni o'ylamang, Moturidiyligi uchun ular saroy mulla yoki Hanafiyligi uchun ular saroy mulla. Yo'q. Bu mutlaqo bir-biriga daxlsiz narsalar bular. Bir odam masalan salafiy bo'lib ham saroy mulla bo'laveradi. Undan ko'pi yo'q hozirgi zamonda. Mana qarang, arab yurtlariga boring. O'sha yerda salafiylar hammasi Alloh arshda der va Allohning hamma sifatlarini isbot qiladi. Lekin saroy mulla. Hanafiy emas, Hanbaliydir, kerak bo'lsa ahli hadis mazhabidadir, fiqhiy masalalarda demoqchiman, ya'ni. Lekin katta saroy mulla. Shuning uchun bu narsani mazhabga bog'lash to'g'ri emas, saroy mullalikni. Bizning muammoimiz bularda bir mazhabi bilan emas, yoki bularda mana shunaqangi e'tiqodi, Maturidiylik aqidasi bilan emas. Odam qanaqangi mazhabga oid bo'lishidan qat'iy nazar saroy mulla bo'laverishi mumkin. Saroy mullalik mutlaqo mazhabdan bari narsa. U mazhab emas. Saroy mullalikni mazhabga qaytlash, ya'ni bu Maturidiylar saroy mulla yoki Hanafiylar deb, bu juda ham katta zulm bo'ladi. Maturidiylikka ham, Hanafiylikka ham. Chunki bu baribir islomdagi firqalarda, islomdagi mazhablar bular. Maturidiylik deysizmi yoki mazhab bo'lsa, masalan, Hanafiy mazhabi islomdagi tan olingan mazhab bular. Lekin saroy mulla hech qanaqangi islomda tan olingan mazhab emas, saroy mullalik yo'li. Va bu balki Abu Hanifa rahimahullohga zulm bu, masalan, saroy mullalarida u kishiga nisbat berish. U kishi saroyda xizmat qilmayman deb kaltaklanib qamoqda o'lib ketdilar, ya'ni. Shuning uchun umuman ularda e'tiqod masalasida, ya'ni mana bu Maturidiylik yoki mazhabda Hanafiylikka saroy mullalikni bog'lamaslik kerak. Xo'p, savolingizga qaytaylik. Diyorimizdagi musulmonlar 98% Maturidiy deydi. 100% ham do'ring, mayli shundaydir o'zini musulmonlar, ya'ni men Maturidiyman der. Lekin bu quruq gap bilan bo'lmaydi-da bu. Mana odamlar o'zi bilmaydi Maturidiysi nima. Maturidiy bo'lmasa o'zi qanaqa bo'ladi? Shu musulmonlik Maturidiylik deb biladi. Boshqa narsaning tafsilotini bilmaydi. Shuning uchun ularda musulmon deyiladi. Unaqangi bir firqaga nisbat berilmaydi, musulmonlar deyiladi. 98% mi, 99% mi boring, ana 100% mi debman, musulmonlar deyiladi. Endi sizning savolingizdagi hozir narsa sof aqidada bo'lsa, yo pirim degan gaplar qayerdan kelib chiqadi? Chunki aqida faqat Maturidiylik, salafiylikdan iborat narsa emas-da. Ya'ni yanada tushunarli qilib aytsam, aqida faqat asmo husnadan iborat emas yoki asmo sifatdan. Bu Maturidiylik, salafiylik degan narsalar asmo sifatdagi ixtiloflar xolos. Ya'ni salafiylar keladi, mana Allohning ismlarini shundayligicha iymon keltiramiz deydi. Tavil qilmaymiz, tashbih qilmaymiz deydi. Ashariylarda, Maturidiylarda ba'zi sifatlarda tavil qilishadi. Mana jumladan arshga ko'tarildi deganini va hokazo ba'zi boshqa sifatlar, Allohning qo'lini. Mana shu narsada bu bitta aqidaning bo'limi bu. Mana shunda o'sha siz aytganingizdek Maturidiylik yoki boshqa ahli hadis mazhabi ajraladi. Lekin aqida bu faqat asmo sifat emas-da. Keyin mana bu siz aytgan boshqa masalalar bor. Allohdan boshqadan madad so'rash, vasila degan narsalar. Bularda keyin mana umuman o'zi islomda yo'q narsalar kirib ketgan odamlarga. Bu ko'pincha mana eskidan qolgan bizdagi Zardushtiylikdan qolgan e'tiqodlar ham bor. Masalan, kapalik uchib kelsa, ajdodimning ruhi keldi deb o'ylash. Bu mutlaqo Maturidiylikda ham, salafiylikda ham yo'q narsa. Bu mutlaqo umuman islomda yo'q narsa bu. Bu eski sarqitdan qolib ketgan yoki gulxon atrofida aylanish, masalan, sham aylantirish. Aqida masalalari mana bu e'tiqod, bu olovga sig'inish eski Zardushtiylikdan qolib ketgan. Yoki masalan, Ali degan gaplar. Bu shiyalikdan kirib kelgan, bizning xalqlar Eronga yaqinligi uchun yoki mana tojik tili Eron tiliga yaqinligi uchun
shu orqali yana shu Ali roziyallohu anhuga ahli baytga g'ulu ketish bu tomondan bu buzuq aqida kirib kelgan ya'ni. Siz tushunmayotgan narsa hozir xulosa mana shu. Ya'ni Moturudiylik bilan bu aqidadagi vasila, madad so'rash, boshqa masalalarni siz bitta deb o'ylayapsiz-da. Yo'q. Bu bitta narsa emas, bu aqidaning bo'limlari ya'ni. Bir odam Moturidiy bo'lib turib, lekin Allohdan boshqadan madad so'ramasligi mumkin u. Yoki bir odam boshqa mazhabda bo'lib turib, Allohdan boshqadan madad so'ramasligi mumkin. Ya'ni masalan Hanafiy mazhabi o'zi Moturidiylikni ustiga asoslanmagan. U fiqhda Abu Hanifa rahimahulloh o'zining mazhabi bo'lgandek, aqidada Abu Hanifa rahimahulloh ahli sunna mazhabida. Ya'ni ahli hadis mazhabida. Bunaqangi tavilcha yoki ilmiy kalomga asoslanmagan mazhablari. Muhimi bu yerda juda ko'p narsa qorishib ketgan ya'ni. Bu umuman aqidada, ya'ni pirim deyish yoki ruhlar madadkor bo'lsin deyish hech qanaqangi sof aqidada yo'q narsa bu. Bu faqat va faqat mana shu zalolatdan kirib kelgan, islomga ya'ni daxil paydo bo'lgan, islomga chetdan boshqa firqalar tomonidan kirib kelgan narsa. Allohu a'lam.